Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Bugungi mavzu juda muhim. 1 yilgacha ayrim ishlarni qilib qo'ymasangiz, keyin ortiqcha xarajat, navbat jarima, hujjatdagi muammo yoki imtiyozdan quruq qolish holatiga duch kelishingiz mumkin. Bu gap nafaqat tadbirkorlarga, balki oddiy fuqarolarga, nafaqaxo'rlarga, talabalarga, ijarada yashayotganlarga, avtomobil egalariga, uy-joy hujjati borlarga va davlat xizmatlaridan foydalanadigan har bir inson uchun tegishli. Men bugun sizga iyul oyidan kuchga kiradigan asosiy o'zgarishlar atrofida nimalarga e'tibor berish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Eng muhimi, qaysi ishlarni iyulgacha tekshirib qo'yish kerak. Kimlar xavotir olish kerak, kimlar esa shoshilmasa ham bo'lishini aniq aytaman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borsa, odamlar keraksiz muammolardan qutuladi. Avvallari ko'p ishlar qog'ozda tanish bilish orqali yoki idoraga borib navbat kutish bilan hal bo'lardi. Masalan, kommunal to'lov bo'yicha qarz bor yo'qligini odam faqat hisobchidan so'rab bilardi. Soliq bo'yicha qarzdorlikni ko'pchilik yil oxirida yoki biror hujjat kerak bo'lganda bilib qolardi. Ijtimoiy nafaqa, subsidiya ijara shartnomasi, kadastr avtomobil jarimasi, bank krediti, pensiya va boshqa masalalarda ma'lumotlar turli tizimlarda alohida yuradi. Endi vaziyat o'zgaryapti. Raqamlashtirish kuchaygani sari davlat xizmatlari, soliq, bank, kommunal, kadastr, notarius, sud ijrosi va boshqa tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Agar sizda bir joyda qarzdorlik noto'g'ri ma'lumot, eskirgan hujjat yoki tasdiqlanmagan shartnoma bo'lsa, bu boshqa xizmatlardan foydalanishda ham ko'rinib qolishi mumkin. Oldin bilinmay turadi deb yurgan narsalar endi elektron bazada chiqib keladi. Iyul oyidagi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shundan iborat. Davlat va xizmat ko'rsatuvchi tashkilotlar fuqarodan hujjat so'rashni kamaytirib, ma'lumotni elektron bazadan olishga o'tmoqda. Bu yaxshi tomoni. Lekin yomon tomoni shuki, bazadagi xato ham sizning muammongizga aylanishi mumkin. Masalan, siz kommunal to'lovni vaqtida qilgansiz, lekin tizimda qarzdor ko'rinsa, xizmat olishda muammo chiqadi. Yoki ijara shartnomasini og'zaki qilgansiz, lekin huquqiy jihatdan tasdiqlanmagan bo'lsa, keyin soliq, subsidiya yoki ro'yxatdan o'tish masalasida qiyinchilik tug'iladi. Shuning uchun men doim aytaman, iyuldan oldin odam o'z hujjatlarini, qarzlarini, elektron kabinetlarini va shaxsiy ma'lumotlarini tekshirishi kerak. Bu bir kunlik ish, lekin keyingi bir necha oy yoki hatto bir yil davomida sizni muammodan asraydi. Birinchi navbatda soliq va majburiy to'lovlar masalasini tekshiring. Bu yerda gap faqat katta tadbirkorlar haqida ketmayapti. Yer solig'i, mulk solig'i, avtomobil bilan bog'liq to'lovlar, yakka tartibdagi tadbirkorlik majburiyatlari, ijara daromadi, elektron savdo orqali tushgan daromadlar ham muhim. Ko'pchilik men oddiy odamman, soliq menga tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa uy, yer, garaj, dala hovli, ijara, kichik savdo, xizmat ko'rsatish, hatto ayrim holatlarda internet orqali daromad olish ham soliq tizimida aks etishi mumkin. Masalan, sizning nomingizda kvartira bor. Siz uni ijaraga bergansiz, oyiga 2 million so'm olasiz, lekin shartnomani rasmiylashtirmagansiz. Avval bu masala ko'p hollarda ko'zdan chetda qolgan bo'lishi mumkin. Lekin elektron tizimlar rivojlangani sari kommunal iste'mol, yashovchilar soni, vaqtincha ro'yxat, bank o'tkazmalari va boshqa belgilar orqali ijara holati aniqlanishi osonlashadi. Agar keyin tekshiruv bo'lsa, sizdan nafaqat soliq, balki kechiktirilgan to'lov va jarima ham so'ralishi mumkin. Shuning uchun 1 iyulgacha ijara shartnomasini rasmiylashtirib qo'yish eng to'g'ri yo'l. Ikkinchi masala kommunal to'lovlar, gaz, elektr, suv, issiqlik, chiqindi va boshqa xizmatlar bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Ayrim odamlar men har oy to'layman deydi, lekin eski hisoblagich almashtirilgan, ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan yoki oldingi egadan qolgan qarz chiqib keladi. Masalan, odam uy sotib oladi, notariusdan o'tadi, ko'chib kiradi. Oradan 6 oy o'tib elektr bo'yicha 1 million 200 ming so'm eski qarz borligi ma'lum bo'ladi. Kim to'laydi? Amalda ko'pincha yangi egaga bosim bo'ladi. Keyin eski egani topish, dalil yig'ish, idoraga qatnash boshlanadi. Buni oldindan tekshirish osonroq. Uchinchi masala kadastr va mulk hujjatlari. Uy, yer, do'kon, garaj yoki boshqa ko'chmas mulkingiz bo'lsa, kadastr hujjatlaringizdagi ma'lumotlar real holatga mos keladimi? Shuni tekshiring. Maydon noto'g'ri yozilganmi? Egasi to'g'ri ko'rsatilganmi? Manzil eski nom bilan turibdimi?
meros rasmiylashtirilganmi? Qurilma qonuniylashtirilganmi? Bularning hammasi muhim. Iyuldan keyin elektron bazalar orqali ko'p xizmatlar avtomatik bog'lanayotgani sababli bitta xato boshqa jarayonni to'xtatib qo'yishi mumkin. Masalan, otangizdan qolgan hovlida yashayapsiz, lekin meros hujjatini oxirigacha rasmiylashtirmagansiz. Siz o'zingizni egadek his qilasiz. Hamma qo'shnilar ham biladi. Lekin ba'zida egasi hali marhum inson bo'lib tursa, siz uyga kredit garovi qo'ya olmaysiz. Subsidiyaga ariza berishda muammo bo'ladi. Sotish yoki bo'lish masalasida esa janjal chiqadi. Shuning uchun keyin qilaman degan hujjatlarni iyuldan oldin tartibga keltirish foydali. Birinchi navbatda tadbirkorlar ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa aylanmasi kichik bo'lsa ham savdo qilayotgan, xizmat ko'rsatayotgan, onlayn buyurtma olayotgan, ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotayotganlar. Chunki kassa cheki, elektron hisob faktura, bank o'tkazmalari, plastik karta tushumlari va ombor hisoblari bir-biriga mos kelishi kerak. Masalan, do'konda oyiga takatsinchi million so'mlik savdo bo'ladi. Lekin rasmiy tushum 25 million ko'rsatilsa, tizim buni xavfli holat sifatida ajratishi mumkin. Keyin tushuntirish xati, hujjat, tekshiruv, soliq qo'shimcha hisoblash kabi jarayonlar boshlanadi. Ikkinchi toifa ijaraga uy berayotganlar va ijarada yashayotganlar. Uy egasi uchun rasmiy shartnoma soliq masalasini tartibga soladi. Ijarachi uchun esa yashash joyi, maktab, bog'cha, bank, subsidiya, ish joyi yoki vaqtincha ro'yxat masalasida dalil bo'ladi. Ko'p oilalar uy egasi shartnoma qilmaydi deb yuradi. Lekin keyin bola maktabga joylashishi kerak bo'ladi. Mahalladan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Davlat xizmatida manzil tasdiqlanishi so'raladi. Ana shunda og'zaki kelishuv hech narsani hal qilmaydi. Uchinchi toifa nafaqa va ijtimoiy yordam oluvchilar. Agar siz ijtimoiy nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, subsidiya yoki boshqa yordam olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy tarkib, daromad, mulk, transport, bankdagi harakatlar va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, oilada ishlamaydigan odam bor deb ko'rsatilgan, lekin u aslida rasmiy daromad olayotgan bo'lsa, ariza rad etilishi mumkin. Yoki aksincha odamning nomida eski avtomobil turibdi. U allaqachon sotilgan, lekin rasmiylashtirilmagan. Tizim esa bu oilada mashina bor deb hisoblaydi va yordam ajratilmasligi mumkin. To'rtinchi toifa avtomobil egalari. Jarimalar, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, oldi-sotdi rasmiylashtiruvi, kredit yoki taqiq bor yo'qligini tekshirish kerak. Ba'zi odamlar mashinani ishonchnoma bilan sotib yuboradi. Lekin rasmiy egasi o'zi bo'lib qoladi. Keyin yangi haydovchi jarima qiladi. Yo'l hodisasi sodir bo'ladi yoki soliq majburiyati chiqadi. Hujjatda kim egasi bo'lsa javobgarlik ko'pincha o'sha odamga qaytadi. 1 iyulgacha shunday eski ishonchnomali savdolarni tartibga keltirish kerak. Agar sizning barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, kommunal to'lovlarda qarzingiz bo'lmasa, mulk egasi bazada to'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, ijara yoki tadbirkorlik faoliyatingiz rasmiy bo'lsa, siz vahimaga tushishingiz shart emas. Lekin baribir tekshirish zarar qilmaydi. Chunki muammo ko'pincha odamning aybi bilan emas, bazadagi xato, eski ma'lumot yoki boshqa tashkilotning vaqtida yangilamagan yozuvi sababli chiqadi. Masalan, siz 2022 yilda jarima to'lagansiz. To'lov cheki ham bor, lekin tizimda jarima yopilmagan bo'lib turibdi. Siz buni bilmasdan yuraverasiz. Keyin avtomobilni sotmoqchi bo'lganingizda yoki chetga chiqishda cheklov borligi ko'rinadi. Shunda siz chekingizni qidirasiz, bankdan ma'lumot olasiz, idoraga borasiz. Agar buni hozir tekshirib qo'ysangiz, muammo katta bo'lmasdan hal bo'ladi. Eng muhim nozik jihat shuki, hamma o'zgarishlar ham hamma odamlarga bir xil ta'sir qilmaydi. Bir viloyatda yoki tumanda tizim tez ishlashi mumkin. Boshqa joyda esa ma'lumotlar kechikib yangilanadi. Shuning uchun men tomoshabinlarga doim aytaman, faqat eshitgan gapga ishonmang, rasmiy manbalardan tekshiring. Davlat xizmatlari markazi soliq organining shaxsiy kabineti. Kommunal tashkilotlarning rasmiy ilovalari, bank ilovasi, MyPoke.uz kabi platformalar orqali ma'lumotni ko'ring. Ikkinchi nozik nuqta, menda qarz chiqdi. Demak men aybdorman deb darrov to'lab yubormang. Avval qarz nimadan chiqqanini aniqlang. Hisob-kitob davri qaysi oy? Hisoblagich ko'rsatkichi qanday kiritilgan? Oldingi egadan qolganmi? Penya qo'shilganmi? Xizmat ko'rsatilmagan davr uchun hisoblanganmi? Agar xato bo'lsa, yozma ariza bering. Telefon orqali aytilgan gap ko'pincha dalil bo'lmaydi. Arizangiz ro'yxatga olingan raqam bilan qabul qilinsin. Uchinchi nozik nuqta,
Hujjatlarni rasmiylashtirishda tez qilib beraman degan vositachilardan ehtiyot bo'ling. Iyul oldidan odamlar shoshiladi, navbat ko'payadi, ayrim firibgarlar men tanish orqali hal qilaman deb pul oladi. Aslida ko'p xizmatlarni o'zingiz elektronda yoki davlat xizmatlari markazi orqali qilishingiz mumkin. Agar kimdir sizdan pasport nusxasi, karta raqami, SMS kod yoki elektron imzo kalitini so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. Elektron imzo kalitini begona odamga berish, oddiy imzo qo'yilgan bo'sh qog'oz berish bilan deyarli bir xil xavfli. 4-nozik nuqta oilaviy hujjatlar. Nikoh, ajrim, aliment, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, meros, vasiylik, familiya o'zgarishi kabi holatlar ko'p xizmatlarga ta'sir qiladi. Masalan, ayol turmushga chiqqanidan keyin familiyasini o'zgartirgan, lekin bank, soliq, kadastr yoki ta'lim hujjatlarida eski familiya turibdi. Keyin subsidiya yoki kredit olishda ma'lumot mos emas degan javob chiqishi mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlar bir xil bo'lishi kerak. 5-nozik nuqta bank kreditlari va kafilliklar. Ko'pchilik o'zi kredit olmagan bo'lsa ham kimlargadir kafil bo'lganini unutadi. Kafil bo'lish bu shunchaki imzo qo'yib berish emas. Agar asosiy qarzdor to'lamasa, bank sizdan talab qilishi mumkin. Iyuldan keyin kredit tarixi, qarzdorlik va sud ijro hujjatlari turli xizmatlarda ko'proq ko'rinishi mumkin. Shu sababli kredit tarixingizni tekshirib, nomingizda begona majburiyat yo'qligiga ishonch hosil qiling. Endi eng muhim qismga o'tamiz. 1 iyulgacha nima qilish kerak? Men buni juda aniq tartibda aytaman. Birinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta muddati, yashash manzili, telefon raqami, familiya, ism, otasining ismi, tug'ilgan sana hamma tizimlarda bir xil yozilgan bo'lishi kerak. Agar hujjat muddati tugashga yaqin bo'lsa, oldindan yangilang. Chunki hujjat muddati tugagandan keyin bank, notarius, davlat xizmati, aviachipta, sug'urta va boshqa joylarda muammo chiqadi. Ikkinchi qadam MyPoint.gov. Uz yoki davlat xizmatlari markazi orqali o'zingizga tegishli asosiy ma'lumotlarni ko'ring. Mulk bormi? Arizalar bormi? Qarzdorlik bormi? Jarimalar bormi? Kadastr ma'lumotlari to'g'rimi? Agar elektron raqamli imzo kerak bo'lsa, uni rasmiy tartibda oling. Hech kimga SMS kod bermang. Elektron imzo parolini begonalarga aytmang. 3-qadam, soliq shaxsiy kabinetingizni tekshiring. Yer solig'i, mol-mulk solig'i, tadbirkorlik bo'yicha majburiyatlar, ijara daromadi, penya yoki eski qarz bor yo'qligini ko'ring. Agar qarz chiqsa, darrov vahima qilmang. Avval asosini tekshiring. Agar haqiqiy qarz bo'lsa, imkon qadar 1 iyulgacha to'lab qo'ying. Chunki keyin penya oshishi, cheklovlar paydo bo'lishi yoki hujjat olishda vaqt yo'qotishingiz mumkin. 4-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha barcha hisoblarni solishtiring. Gaz, elektr, suv, issiqlik. Chiqindi bo'yicha abonent raqamingiz to'g'ri bog'langanmi? Hisoblagich ko'rsatkichi real holatga mosmi? Eski qarz yo'qmi? Iloji bo'lsa, so'nggi to'lov cheklarining elektron nusxasini saqlab qo'ying. Masalan, telefoningizda alohida papka ochib kommunal to'lovlar deb nomlang. Keyin bahs chiqsa, 1 daqiqada ko'rsatasiz. 5-qadam, ijara masalasini tartibga soling. Agar uy berayotgan bo'lsangiz, shartnoma tuzing. Agar ijarada yashayotgan bo'lsangiz, uy egasidan rasmiy shartnoma so'rang. Shartnomada manzil, ijara muddati, oylik to'lov summasi, kimlar yashashi, kommunal to'lovlarni kim to'lashi, depozit bo'lsa qaytarish sharti aniq yozilsin. Masalan, oyga 3 million so'mga kelishdingiz, 1 million so'm depozit berdingiz. Agar bu yozilmasa, keyin uy egasi depozit bo'lmagan desa, isbotlash qiyin bo'ladi. 6-qadam, avtomobil bo'yicha tekshiruv qiling. Jarimalar. Taqiq, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma, egasi kimligi hammasini aniqlang. Agar mashina sotgan bo'lsangiz, lekin hujjatda hali sizning nomingizda bo'lsa, albatta oldi sotni rasmiylashtiring. Agar sotib olmoqchi bo'lsangiz, pul berishdan oldin mashinada taqiq, kredit, garov yoki jarima yo'qligini tekshiring. Arzon narx ko'pincha muammo belgisi bo'lishi mumkin. 7-qadam, kadastr va meros hujjatlarini ko'ring. Uy sizning nomingizdami? Maydoni to'g'rimi? Qo'shimcha qurilish qonuniymi? Meros ochilganmi? Ulushlar aniqmi? Agar oilada bir nechta merosxo'r bo'lsa, og'zak kelishuvga ishonib yuravermang. Bugun aka-uka, opa-singil kelishib turgandek ko'rinadi. Ertaga sotish, garovga qo'yish yoki bo'lishish kerak bo'lganda nizolar boshlanadi. Hujjat aniq bo'lsa, munosabat ham kamroq buziladi. 8-qadam, ijtimoiy yordam olmoqchi bo'lsangiz, oilaviy ma'lumotlarni oldindan tayyorlang. Daromad ma'lumotlari, farzandlar hujjati,
nikoh yoki ajrim hujjati, yashash manzili, bank kartasi, nogironlik yoki kasallik bo'yicha hujjatlar, ish joyi ma'lumotlari tartibli bo'lsin. Ariza topshirganda bitta hujjat yetishmasa, jarayon cho'ziladi. Ba'zan odam 2 oy kutadi, oxirida esa ma'lumot mos emas degan javob oladi. Buning oldini olish uchun oldindan tekshirish kerak. 9-qadam, tadbirkor bo'lsangiz hisobot va tushumlarni solishtiring. Kassa apparati ishlayaptimi? Chek berilyaptimi? Bank tushumi bilan real savdo mavsumi, xodimlar rasmiylashtirilganmi? Ijara shartnomasi bormi? Tovar kirim hujjatlari joyidami? Masalan, sizda 3 nafar sotuvchi ishlaydi, lekin faqat bittasi rasmiy ko'rsatilgan. Bu nafaqat soliq, balki mehnat qonunchiligi bo'yicha ham muammo tug'diradi. Xodim ish haqi, mehnat staji, kasallik varaqasi pensiya hisobiga zarar ko'radi. Tadbirkor ham yutqazadi. 10-qadam, barcha muhim hujjatlarning nusxasini saqlang. ID karta, kadastr, shartnoma to'lov cheklari, soliq ma'lumotlari, arizalar, javob xatlari, bank kvitansiyalari, qog'oz nusxa alohida papkada. Elektron nusxa telefon yoki bulutli xotirada tursin. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam haq, lekin hujjat yo'q. Hujjat bo'lmasa haq ekanligingizni isbotlash qiyinlashadi. Birinchi misol. Toshkentda yashovchi oila uyini ijaraga bergan. Oyiga 4 million so'm olgan, lekin shartnoma qilmagan. 1 yil davomida jami attat-taksi million so'm daromad bo'lgan. Keyin ijarachi boshqa masalalar bo'yicha ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lganda ijara holati ko'ringan. Uy egasidan tushuntirish so'ralgan. Agar shartnoma vaqtida tuzilganda soliq ham aniq, munosabat ham qonuniy bo'lardi. Uy egasi men bilmagandim deb aytadi. Lekin bilmaslik javobgarlikdan ozod qilmaydi. Ikkinchi misol. Viloyatda bir kishi mashinasini ishonchnoma orqali sotgan. Yangi foydalanuvchi bir necha oy ichida 2 million so'mlik jarima qilgan. Jarimalar eski egaga kelgan. U men sotganman deydi, lekin hujjatda egasi o'zi. Natijada pul vaqt asab ketadi. Agar oldi sotdi notarial tartibda yoki belgilangan rasmiy yo'l bilan amalga oshirilganda bu muammo bo'lmasdi. Uchinchi misol. Bir ayol bolalar puli uchun ariza bergan. Tizim uning nomida eski avtomobil borligini ko'rsatgan. Aslida avtomobil 5 yil oldin sotilgan, lekin rasmiylashtirilmagan, ariza rad etilgan. Endi u avval avtomobil masalasini hal qilishi, keyin qayta ariza berishi kerak. Bu kamida bir necha hafta vaqt oladi. Demak, eski mayda hujjat bugungi yordamni to'xtatib qo'yishi mumkin. 4-misol. Bir tadbirkor do'kon yuritadi, lekin har doim ham chek bermaydi. Oyiga real savdo 5 million so'm atrofida, rasmiy tushum esa 35 million. Bank kartasiga alohida pul tushadi, naqd pul alohida yuradi. Tizimlar solishtirilganda tafovut ko'rinadi. Keyin tadbirkor menda hammasi joyida deb tushuntirishga harakat qiladi. Lekin hujjat bo'lmasa, tushuntirish yetarli emas. Shuning uchun hisob-kitobni boshdan to'g'ri yuritish kerak. Hurmatli tomoshabinlar, 1 iyulgacha eng muhim vazifa bitta. O'zingizga tegishli hujjatlar, qarzlar, shartnomalar va elektron ma'lumotlarni tekshirib chiqing. Soliq, kommunal, kadastr, ijara, avtomobil, bank krediti, ijtimoiy yordam va tadbirkorlik bo'yicha bitta xato ham keyin katta muammoga aylanishi mumkin. Men sizni qo'rqitmoqchi emasman, men sizni tayyor bo'lishga chaqiryapman. Tayyor odam jarimadan, navbatdan, ortiqcha xarajatdan va asabiylashishdan yutadi. Bugunoq telefoningizni oling, kerakli ilovalarga kiring, qarzlaringizni tekshiring, hujjatlarni papkaga joylang. Kerak bo'lsa davlat xizmatlari markaziga boring, yozma ariza bering, shartnomani rasmiylashtiring. Bu ishlar qiyin emas, faqat e'tibor va tartib talab qiladi. Sizda qaysi masala ko'proq muammo bo'lyapti? Soliqmi, kommunal to'lovmi, ijara shartnomasimi, kadastrmi yoki avtomobil jarimalarimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntirib beraman. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini, vaqtini va huquqini himoya qila oladi.